Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomobilimiz Nexia 3, ikkinchi pozisiya 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, navrotlari bor, yumshoq balon diskalar taqilgan. Mashinamiz 100% shumkalar qilingan, metan gazli uстановка qilingan. Mashinamiz holatlari juda ham zo'r holatda turibdi. Mana salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi chexol, polik, kovrik tashib qo'yilgan. Probegi halol 96.832 ming yurgan. Kondisionerlari ishlab turibdi. ABS kondisionerlari bor. Monitorlar qo'yilgan ekan, 906 mijika signalizatsiya qo'yilgan. Mashinamiz juda zo'r holatda. Biron joyida miyalkina chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Salonlari ham zo'r holatda turibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Vakuum joylari ham yo'q. Mashinamizning tan narxini xudo xolasa necha pul qilib beramiz? Pulini, narxini. Mashinamizning tan narxini mana bo'lishini 103 million so'm qilib berar ekanmiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. Qaytarib o'taman. Mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 103 million naqd avtokreditga ham beriladi. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilishlaring mumkin. O'zlaring uchun bemalol tekshirtirib, proverka qilsalaring bo'ladi. Motor galobkalariga kulish tegmagan. Mashinamiz holati juda zo'r turibdi. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'lasizlar.